Assalomu alaykum doktor. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Keling o'tiring. Ukam, onangizni analizlari biroz salbiyroq chiqdi. Doktor, onamning kasalligi shunchalar jiddiymi? Ha. Afsuski shunday. Bugungi kunda bunday operatsiyalar faqat chet davlatda qildiriladi. Doktor, nima kerak bo'lsa topib beraman. Onam tuzalib ketsa bo'ldi. Tushkunlikka tushmang. Hali umid bor. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Rahmat doktor. Xo'p, salomat bo'ling. Onangizni analizlari biroz salbiyroq chiqdi. Bugungi kunda bunday operatsiyalar faqat chet davlatda qildiriladi. Do'stim, zudlik bilan menga pul kerak. Ha, tinchlik. Onamni Hindistonga olib borib operatsiya qildirishim uchun. Xo'p, kecha ko'rishamiz. Kechirasiz birodar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mana bizda Hindistonga yordam beradi. Rostdan, Qani bir analizlaringizni ko'raylik. onamning mazzalari yo'q edi. Shunga Hindistonga olib borib davolatishim kerak. Bo'ldi, mana yordam beramiz. Sal chetroq o'taylik.